Hürmetlik ve sendeşem leksiyalarımızı devamlaştırımız. Endeki mavzu mundaq. Amerika yadro kuralları vaziyeti doğrusunda doklad ilan kıldı. Ciddi ehval astada yadro kurallarını işletemiz dedi. Dikkat hürmetlik vatandaşım. Amerika yadro kuralları vaziyeti doğrusunda doklad ilan kıldı. Ciddi ehval astada yadro kurallarını işletemiz dedi. Mavzuda haber. 2. ayının 3. günü Amerika avazının Xitay til programması ilan kılın. Haber. Mundaq baştan. Moşu leksiyala 2. ayının 1. 2. ayının 3. 2. ayının 3. külleri ilan kılınatıdı. 2. ayının moşu külleri dünya siyasetindeki zor özgürüşüne payda kılgan küllerdir vatandaşım. Washington. Haber mundaq baştan. Amerika Qo'shma Shtatları Davlat Mudofaa Ministerligi 2. ayının 2. günü yadro qurolları vaziyetini bağlash to'g'risida doklad e'lon qildi. Dokladda Jungo, Rossiya, Chaushyan eng muhim yadro tahdidini paydo qilguvchi davlatlar deb bekitildi. Diqqat. Dokladda Jungo, Rossiya, Chaushyan eng muhim yadro tahdidini paydo qilguvchi davlatlar deb bekitildi. Dokladda mundaq ko'rsatildi. Amerika dushmanlariga bo'yiga qarab kiyim pichish asosida yadro popozisi siyosati tayyorladi. Hamda Amerika ciddi ahvol ostida yadro qurollarini ishlatish maydonini davomlashtirdi deb ko'rsatildi dokladda. Kichik mavzu. Jungo, Rossiya, Chaushyan eng zo'r tahdid. Cuma günü, yani 2. günü e'lon qilingan yadro qurollari vaziyetini bağlash to'g'risida doklad 2010-yili sobiq prezident Obama hukumati e'lon qilgan bağlash dokladning yangilanmasidir. Dokladda mundaq ko'rsatildi. Amerika yadro qurollarining xalqaro ishlardagi rolini kengaytirish jihatlarida tirishchilik ko'rsatdi. 2010-yildan beri yadro qurollari sonini kengaytirish to'g'risida tirishchilik bilan suhbat elib bordi. Lekin Amerikaning yoshirin raqiblari har qaysisi o'zlarining bexatarlik strategiyasida yadro qurollarining rolini ojizlashtirmadi. Aksicha yadro qurollarining sonini kengaytmadi. Amerika Qo'shma Shtatları Davlat Mudofaa Ministerligi, Amerika Qo'shma Shtatları Davlat Mahkamasi va Amerika Qo'shma Shtatları Energiya Ministerligi amaldorlari diqqatda Amerika Qo'shma Shtatları Davlat Mudofaa Ministerligi, Amerika Qo'shma Shtatları Davlat Mahkamasi va Amerika Qo'shma Shtatları Energiya Ministerligi amaldorlari haftaning 5. günü, 2. günü yani 2. ayının 2. günü muxbirlarni kutib elish yig'ini o'tkazdi. Amerika Qo'shma Shtatları Davlat Mahkamasi siyosiy ishlar muavin davlat ishlar kotibi Thomas Shannon muxbirlarni kutib elish yig'inida bundaq ko'rsatdi. Moskva zo'r turkumda strategiya yadro qurollarini saqlayotdi. Hamda g'ayri strategik qurollar va strategik sistemalarni davomli zamonaviylashtiryotdi. Jungo ham yadro kuchini zamonaviylashtiryotdi va kengaytiryotdi. Bu ikki davlat dal hozir erkin va achivitilgan dunyo tartiblariga xiras e'lon qildi. Bu ikki davlat dal hozir achivitilgan erkin dunyo tartiblariga xiras e'lon qildi. Dokladda mundaq ko'rsatildi. Amerika Rossiya va Jungoni dushman deb qarashni umid qilmaydi. Asli shundoq, davlat dushman deb qaramaydi. Dushman deb qarashni umid qilmaydi.
Belki bu iki devlet bilen muqim münasebet ortuşun izlenidi. Şunda hazır nime dedik ötkende 46 yıl kütti Amerika emde kol saldı dedik. Seni kütti. Senin başında erken soda erkinligi, bazar erkinligi ve matbuat erkinligini birdiğen demokratik devletke aylanında kütti. 46 yıl kütti. Ahire kol salıp dedik ko, mana şunda biz onda ümit kılmaymiz, düşmanlaşmaymiz. Bu iki devletle muqim münasebet ortuşun izlenimiz. Lekin sen kütken yerden çıkmadı. Biz uzun mezgilden beri Cungo bilen diyaloglaşıp izlenip geldik. Her birimizin yadro kuralları siyasi iddiası ve istidarını düşünüşle küçeytip eniklik derecesini yukarı götürüp geldik. Hem de hata hüküm kılışını baş kuruş ve hata düşünüşten gelip çıkan hatarını baş kuruşka özara yardımlaştık. Biz Cungo'nun mumuşundak kızıkışının buluşunu ümit kıldık ve ümit kılımız. Bundak ehmiyetlik diyalog ne? Başlaşkı bulur. Endi hazır bir yerdeki diyalog 30 yıllık, 40 yıllık sözlü söhbetli işte ahırlışıp oldu. Endi yukarıdaki siyasetlemese yadro kuralları siyaseti, soda erkinliği siyaseti, dünya soda siyaseti, Amerika Cungo oturuş tətirpək meselesi hem narsa oturğa çıkıp oldu. Bunun deyin keyinki söhbet qandaq micazın dep başlandıgan söhbet değil. Amerika Qoşma Ştatları Devlet Mahkemesi harbiy ishda yadro qurollarini tekshirish ve to'xtam ijro qilish ishlari bo'yicha yordamchi davlat ishlar kotibi Anna Friedit bunda ko'rsatdi. Amerika buningdan sal burun bu dokladki aloqador mazmunlarni Cungo ve Rossiya hukumatlariga bildirib qo'ydi. Dikkat vaziyetim ve vatandaşım. Demek Amerika şu dokulatdaki mazmunlarni Cungo'ga bildirgan ekan. Nemişqa Şinjan Uyg'ur Abdunum Rayni yoki mustamlik Uyg'uristonda vaziyat bundoq jiddiylashidu deb savol qo'yganimizda, demak Amerika Qo'shma Shtatlarining Cungo to'g'risida qandoq siyosat belgilishidan xabar topgan Xitoy hukumatı hozir mustamlik Uyg'uristonda bostirishni birinchi o'ringa qo'ydi. Çünkü sizler bilirsiniz ki keyinki 10 yıl, 20 yıldan mabeyinde Amerika Qo'shma Shtatlari, Amerika xalqi, Amerika Qo'shma Shtatlarining Davlat Majlisi Uyg'urlarning kishilik huquqiga ko'ngil bo'lib keldi. E'tibor bilan qaradi. Hatta bu to'g'rida Cungo bilan elib berilgan suhbatlarda masalalar kishilik huquq bo'yicha, kishilik huquq masalasi bo'yicha o'tirib qo'yildi. Dokladda Rossiyani ayblab bir qator harbiy tayyorliqlarni tizginlash va shartnoma majburiyatlarga xiloflik qildi deb ko'rsatildi. Kichik mavzu. Jiddiy ahvol ostida yadro qurollarini ishlatamiz. Diqqat vatandaş. Dokladda shundoq deyildi, ya'ni nima deydi kichik mavzu. Jiddiy ahvol ostida yadro qurollarini ishlatamiz. Dokladda bunda ko'rsatildi. Amerika faqat jiddiy paytda yadro qurollarini ishlatishni o'ylashidir. Amerika faqat jiddiy paytda yadro qurollarini ishlatishni o'ylashidir. Amerikani qo'g'daydi va ittifoqdoshlarning, sheriklarning jonajon manfaatini qo'g'daydi. Diqqat vatandaş. Dokladda bunda ko'rsatildi. Amerika faqat jiddiy paytda yadro qurollarini ishlatishni o'ylashidir. Amerikani qo'g'daydi va ittifoqdoshlarining, sheriklarining jonajon manfaatini qo'g'daydi.